G'olib video studiyasi taqdim etadi. G'olib video studiyasi namoyish etadi. Keyin mana shu erkaklarni ham gunohidan o'tinglar, kestinchilarning bayramga qatnashsin. Besalar assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchama, o'zashini. Hoji bolalarga обязательно duosini olamiz. Men hozir shu haqida gapirib turdim. Hali umraga borganlarni ham hoji aka deyishyapti. Bu umrani amali 1 soatlik ish. 7 martamda aylanadi, zamzam suvni ichadi. Keyin 7 marta ikkita tog'ning o'rtasiga boradi, keyin sochga qaychi uradi. 1 soat 2 soatlik ish. Haj degani qarib 40 kilometr piyoda yuriladi. To'g'rimi bu? Necha toqqa chiqib tushiladi. Oqshomdan qoladi bu yerda chulmalarda. Assalomu alaykum. Salomatgina, charchamaygina. Kimga bering mikrofonni, kimdan duo olib. Marhaba. Duo bering endi. Orta ucağında duvarın en zorudan ana bulutlar çilostan kapılır. Bunun mevkii falan mısın, ömrü uzak, rızkı olup mısın? Örgütümüzde Özbekistan'la ortak bilen açıp paranla gösterken. Örgütte halkına kalmaylıgını, örgütte avadançılığını, örgütte halkının boylığını ortakından açır geldik. Bak şu yukarıya fırsattı. Bunların yıkavlayan kuburlarına, rızkı, islahatlarına, aşırılayı hacı tayfa gaplarına Xudo barakat versin. Örgütümüzde bana şu yigitler çok olsun. Yaşayışları olsun. Parvardigor martabalarını unutmalardı. Etrafında yürüyenler dostu birader bu. Her vakit akıştakça yürüyüştük yapmışsın Parvardigor. Bana bugün mahallamızda gitti. Mahallamızda kızık. Hangi gaplardan gapıryattı. Otabağımız gaplardan gapıryattı. Hani kuraslar 100 yıl keyingi bo'ladigan gaplardan gapirib beradi. Yaşı bo'lsa bu kishi gapga boy gapni 1 metr emas, 50 metr chuqurdan gapiradi. Mana endi bunga ijodiga hammasiga baraka bersin. Iloyim ishingiz zo'r bo'lsin. Muvaffaqiyat tilayman. Ne zo'r bo'ldi. 26 oxirgisi yetadi. Salomat bo'ling. Yoshlarga yetish nasib qilsin og'aylar. Yoshi ulug' insonlarni ko'rsam kayfiyatim ko'tariladi. Boshqa millatlarga qaraganda bizning millatning bitta farqli tomoni bor. Bizning millatda yoshi ulg'aygan sari chiroyli bo'lib boraveradi otalarimiz, onalarimiz. Qarang, nuroniy bo'lib turibdi, qarisi bor joyda, qarisi bor deb bekorga aytmaganda. Shuning uchun ham otasi bor, otasi mashlar bayrami qo'ymaslik kerak-da. Bu bayram qo'yibdi bilan. Shu rahmat. 50 yil bo'ldi o'g'lim oilasi gamimga deb topdi buva. Qiziqqanda 50 yil bo'lgan bo'lsa, ki 50 yil ichida to'sleting necha marta katta janjal bo'lgan kampir bilan desa, biron marta bo'lgani yo'q debdi. Ya'ni 50 yilda janjal bo'lmaydi, qanaqasiga desa, shunda uyga kelaman, qarayman. Kampirning nastroyeniyasi yo'qmi? Shu bitib tomga chiqib ketaman debdi. Kampirning nastroyeniyasi yaxshi bo'lgandan keyin tushaman debdi. Ana endi teskarisi, meni nastroyeniyam bo'lmay kirib kelsam, kampir shu bitib oshxonaga kirib ketadi. Meni nastroyeniyam yaxshi bo'lguncha oshxonadan chiqmaydi debdi. Biz so'rabdi jurnalist. Men debdi bu 50 yil, shu 50 yilda necha marta tomga chiqib ketgansiz desa, endi o'g'lim gapni to'g'risi umr tomda o'tdi deymish. Zato aylating. Iloyim oilalarimiz tinch bo'lsin. Mana shunda shuncha yigitlar turibdi, bo'ydan yigitlar turibdi. Bu bayram to'yga ulanishgan yigitlar. Yigitni boshi ikkita bo'lmaguncha moli ikkita bo'lmaydi degan. Sirraz uylanish kerak. Faqat o'zbek buyuk xalq aytib qo'yibdi. Masalan, enasini ko'rib qizaloq degan. Nima uchun?
Chunki qiz borib oxiri enasiga o'xshab qolar ekan. Shuning uchun enasini ko'rib, shogirdimga aytdim, enasini ko'rib qizini olsam, enasini ko'rmay qizini olsamchi deydi. Men aytdim, enasini ko'rmay qizini olgandan keyin enasini ko'radi dedi. Takshto oldindan. Iloyim har kim qo'shlar bilan qo'sha qarisin. Bir yigit 15 marta uylanibdi, aloyiq. Jo'ralarni ham joniga tegib ketgan deb bo'ldi qilay debdi. Har shanba yakshanba seni to'yini pul yig'amiz. Hamma ko'r. Mana hamma ko'r. Debdi bu joniga tegib ketdi. Joniga tegib ketdi debdi. Shu bilan qo'sha qarib taxlib bor. Biz ketdik, ertalab kelamiz deb ketib, ertalab qaytib kelsa kuyov bo'lmuş hovlida kulayib o'tirgan ekan. Ha, kuyov bola. Kulayapsiz. Bu kelinni bunisi zo'r chiqdimi deyman desa, zo'rligini qo'yinglarga, buni oldilar uylangan ekanlar deymish. Ana shunaqalar Xudo asrasin. Iloyim qo'shgani bilan qo'sha qarib taxlib bo'lsin. To'y bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. To'ylarda yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Mana bu tarafda ayollar turibdi. Men ayollarimizni ko'p maqtayman. Nima uchun? Maqtasa arziydigan ayollarimiz borligi uchun. Dunyo olimlari yig'ilishib eng sadoqatli turmush o'rtog'i deb o'tmishda ayolni tanobdi o'g'illar. Bu hammamizning g'alabamiz. Ya rostiga bir kecha uyga kelmang, bola uxlaydi, chaqa uxlaydi, kerak bo'lsa uyda qo'rlaydi, kuchli uxlaydi. Lekin er kelmasa xotin uxlamaydi. To'g'rimi ayollar? To'g'riga qarshi chalsin. Qarang. Bu yigitni beradilar, chayapti. Enasini kuylaganini ko'rdingda. Nima qilsa kelavermasa yer. Jo'ralarga telefon qilasizlar, ha? To'yga kelma, erkaklarga maqtab qo'y, o'zbekni erkagi jo'rasini sotmaydi. Kelib ketib, to'yda ko'ra aralashib qo'ygan ekan, yo qolaverib, yeringiz menikida. Ikkinchi jo'rasiga telefon qilsa, avtobus bo'lmay qoldi, avtobus biznikida yeringiz. Uchinchisiga telefon qilsa, Akot qildik, akot biznikida. O'lsin bir vaqt o'zida 3 ta erkak eringniki desa, ayol shunaqmi? Shonmaydi. Dugonasiga telefon qildi, dugonajon, erim kelmadi. 3 ta jo'rasiga telefon qildim. Uchovi ham eringniki deyapti desa, dugonasi aytdi, "Shonmo ifloslarga" debdi. Eringniki debdi. Qayda bo'lsin, bor bo'lsin. Oilamni baxtiga sog' bo'lsin deydigan ayollarimiz. Baxtimizga sog' bo'linglar. Qani hojona qaysi? Boramiz. Endi hozirda hojona. Ha, hojirim deydi, hoj. Endi hojibodan duo oldik, sizlar duo olishimiz kerak. Ilk og'izmaydi. Qarsa bo'lsa qani? Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu yerda o'tirgan xalqlar jamoalari. Hammalaringizni mana bugun Navruz bayrami shunday yaxshi kunlarda hammalaringizni tabriklayman. Xudoyanda mana shunday Navruz bayramlarida ko'p kunini ko'rib yurish hammamizga nasib qilsin. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Xudoy mana shu ishlarni tashkillashtirgan rais bo'limga rahmat. Mana shu ishlar tashkillashtirgan ishon bo'limga rahmat. Mana shu yerga kelgan jigit bolalarimiz xizmat qilib yugurib keldi. Cho'lalarim uni o'ssin. Mana jigit bolalarimizni tanijani sog' bo'lsin. Qayerda bo'lsa Alloh o'smonini asrasin. Chetda yurgan bolalarimizni Alloh o'smonini asrasin. Deganiga Alloh baraka bersin. Xudoga gurkular yashagan mamlakatimizga yana Xudo nur bersin. O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Kelajak bilan bolajonlarimiz katta jigit bo'lsin. Artist bolalarimiz ham sog' salomat bo'lsin. Prezident bo'lamiz odil bo'lsin. Bizlarni shunday erkalarni shunday zamonda yashlatib qo'ygan prezident bo'lamiz omon bo'lsin. Rahmat so'z berganlarga artist. Qarang, gapirishni bilmayman deb shuncha gapiryapti. Salomat bo'laman. Aka, bundayda boraman. Bu yerda bunday masala bor.
Bizdeki jonli. Hey, yoqqa borsang mikrofon ishlamay qoladi. Men hali Faxriddin akamga aytdim, aka boya bir maslahat qilmabsiz. Sal bularni oldinga surish kerak edi, ixchamroq qilish kerak edi. Buncha katta maydonga kim o'ynaydi? Bu erkaklar sizlardan gunohlaringizni so'radim, kelib. Xo'sh, lekin haqiqatan ham qarang, nur yog'ilib turibdi ayollarimiz yuzlaridan, ayollarimizda. Erkak qarang qanchalik ulug'laydi ayolni. Chollarni eshitib qolamiz. Kampir orqamda qoldi. Nima uchun? Chunki ayol erkaksiz eplaydi o'zini o'zi. Lekin erkak ayolsiz o'zini eplanmaydi. Shuni aytadi, kampir orqamda qoldi deydi. Ha, men endi Anvar akamdan iltimos so'radim, 2 dona qo'shiq aytaman men. Ana shu paytda kim menga nasib tushmoqchi bo'lsa, kelib tushadi. Gapirayotganda nasib tushsa, gap chalkashib ketib qoladi. Orqamda qol kampir deydi-da. Kampir yotganmish. Masal chol yonida o'tirgan. Ey Xudo! Qo'y bu kampirni, bu kampir bu hayotdagi ne qoldi? Ey jon kerakmi mana meni jon? Molxonadan ho'kizi bo'shadi chiqibdi. Yo'lda dorga kelini bir prostit tashlab qo'ygan ekan, alib prostit ho'kizni boshiga o'ralib qoldi. O'yim qayerdan borishdi bilmasdan, to'g'ri chol kampir o'tirgan uyda berarasa kallam chiqdi-da. Da'vat cho'lay, Xudo! Ey Azroil, bunday qarasa kalladir pop-pop. Xayoli qochib ketib turib qarab turibdi-da. Assalomu alaykum. Mana kasalda kampirni ko'rsatgan ekan-da. Jon shirin jonlaring omon bo'lsin. Ilohim 100 yoshlarga yuzlashuvinglar. Xo'sh. Mana bu tarafdagi mikrofon ishlagancha hozirda Hojiboy Ali eslamasak degan qo'shiq bor. Endi bu yoqqa kelsam mikrofon ishlamaydi, faqat qo'shiq aytish mumkin-da. Qo'shiq bo'lsa ham bo'laveradimi? Bo'laveradi. Qo'y. Aşı kalonkalarni ham qanday desal turib turishlaring kerak-da. Men bu yerda gapirsam eshitilmayapti. Men bu yerda yaxshi. Hech qayerdan ogohlantirmasdan erkak uyiga mehmon boshlab ketdi. Xotin aytdi, baraka topkur, biroz aytmaysizmi? Uyda hech narsa yo'q. Hech narsa yo'qmi desa, kechagi sho'rvadan bormi ikkasam bo'ldi xotin debdi. Men mehmonni uyga kirgizib, gap bilan chalg'itib turaman. Sen oshxonada talaqtirib qilib tur. 1 soatdan keyin darang qilasan. Ha xotin, nima bo'ldi desam, xo'jayin qolib pishirayotgandim osh to'kilib ketdi deysan. Hech narsa yo'qmi desam, kechagi sho'rva bor. Olib ketingman, sho'rva bilan kuzatib olamiz deb kelishibdi. Mehmonni uyga olib kirib 1 soat gaplashgandan keyin xuddi boya kelishgandek darang etib ketgan ekan. Bu yerda turib, "Ha xotin, nima bo'ldi?" desa, xotinlardan o'lsa kechagi sho'rva to'kilib ketdi deymish. Qo'shib qo'y. Iloji boricha balandroq. Qadrlisiz qadringiz bo'ladi. Sog'inchlardan qanday eslamasam eslamaysizlar. Qarayanda bo'lsaydi imkon. Bir. Yerda ko'chada ishi yurishmasa ham keyin ekan-ku gapirish. Qo'y qo'shiqdi.
qadrlisiz qadringiz bo'lak sog'inchlarda o'rtandi yurak sizdan sira kelmasdir darak yurak eslamasam eslamaysiz qani endi bo'lsaydi imkon Harsaklar. Dugunaga tushayotgan bo'lsa, bizda dugunalar emasmi bu? Dugunalar orti sulton bilan tushyapti deydi. Bu motor tushunyapti, hammasi kulyapti. Bularni dugunasi yetyapti. Ana, jo'g'ida rahmat. Endi qiziqcha qilish uchun